Moshinam to'lovga yetish kerak. Yetsa sotaman. Hisoblab bering. Hop, opa, ko'ringchi nima ekan o'zi? Tillaringiz ham ko'p ekan. Hop. Bularning 585 proba. Bilek uzuvlaringiz ham bor ekan, lekin ayrim bilek uzuvlar bor. Qimmat ketadi narxi. Shuning uchun bu bilek uzuv unaqa qimmat ketmaydi. Grammi 760 mingdan. Ya unaqa yerga urib yubormang. Menga qimmatroq chiroyliroq narx chiqarib bering. Qancha syomkalarga borib, necha yillardan beri yiqqaman bu tillarni. Menga o'rtog'im tavsiya qilgani uchun keldim bu yoqqa. Yaxshilab hisoblab bering, chiroyli narx qilib. Hop, tillar hammasi 585. Hisoblaylik-chi, men sizga aytaman hozir narxini. Hop, 5687. Opa, 43 million 220 ming chiqyapti. Shuni sizga 43 million 300 qilib bersam nima deysiz? Yaxshi. Necha yildan hisobladingiz shunda? Men sizga hammasini 760 mingdan hisoblab berdim. Bo'ladimi, rozimisiz? Roziman. Sani. To'g'risini aytsam, bunaqa summa chiqadi deb o'ylamadim. 10, 20, 30, 40. 43 million 300. Rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. Endi bemalol mashinaga to'lov qilsam bo'ladi.